ayoli erini sindirib qo'ydi. Aslida u erkak o'z ayolidan sinmagan. U erkakni sindirgan narsa onasi bo'ladi. Ko'p holatlarda ayollar o'zi bilmagan holda ayollar bilmagan holda bolasini sindirib qo'yadi. Behurmatsizligi bilan, qadrsizligi bilan qadrlamay qo'yadi. Umuman himoya qilmaydi, befarq bo'lib qoladi yoki juda ham giper nazoratga o'tib qoladi. O'shaqa paytlarda albatta erkak kishi sinib, feministik xususiyatga ega bo'lishi mumkin ichki olamda. Keyinchalik u albatta tiklanadi, katta bo'lib, o'zini o'rnini topishga harakat qiladi, ishlaydi, hayotida yo'lini topishi mumkin, pul topishi mumkin. Lekin ichidagi har doimgidagi mana shu qo'rquvi shunaqa konflikt holatlarda pand berib qo'yishni boshlaydi. Erkak kishi